Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi 28-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qariyb yarim asrdan buyon ezgu maqsad, kelajak egalarini tarbiyalash yo'lida faoliyat yuritmoqda. 1974-yili qad rostlagan dargoh bugun 190 nafardan ziyod bolajon uchun iliq va mehrga to'la maskanga aylangan. Yillar o'tib binoda vaqt izlari sezilsa-da, bu yerdagi muhitda samimiyat va fidoyilik ustuvor. Erta tongdan bolalar quvonchi bilan jonlanadigan dargohda har bir kun ezgu orzu va katta mas'uliyat bilan boshlanadi. 2018-yildan buyon jamoaga rahbarlik qilib kelayotgan Iroda Otamirzaeva uchun bu shunchaki ish joyi emas. U har kuni tarbiyalanuvchilarni shaxsan kutib oladi. Eng diqqatga sazovor jihati bolajonlarning aksariyatini ismi bilan tanishidir. Bu yerda ta'lim jarayoni bolaning yoshi va qiziqishdan kelib chiqqan holda tashkil etilgan. Chiniqtiruvchi mashg'ulotlar, ijodiy o'yinlar, qurish yasash darslari hamda jismoniy tarbiya soatlari orqali kichkintoylarning fikrlashi va faolligi rivojlantirib boriladi. Pedagoglar bilan ishlash tizimi ham alohida e'tibor markazida. Ta'lim sifati, mashg'ulotlarning mazmunan boy va qiziqarli o'tishi uchun uslubiy mahorati oshirib borilib, muntazam tajriba almashuvlari tashkil etilmoqda. Har bir darsga xudo hozirlik ko'rish esa kundalik talabga aylangan. Yaqinda menejerlik sertifikatini qo'lga kiritgan rahbarning ta'kidlashicha, mazkur bilim va tajriba unga jamoa bilan ishlashda yangi qarash va yondashuvlarni olib kirgan. 2025-yil noyabr oyida menejerlik sertifikatiga ega bo'ldim. Menejerlik sertifikati menga eng avvalo mas'uliyat berdi. O'rgangan, shu paytgacha amaliyotda qo'llagan bilimlarimizni yanada boyitdi. Innovatsion boshqaruv usulini, liderlikni, boshqaruvda menejerning vazifalari, uni ahamiyati, yutuqlarini yana ham kengroq o'rganishga va amalda qo'llashga katta kuch imkoniyat berdi deb ayta olaman. Biz endilikda faqatgina boshqaruvchi direktor emas, bir vaqtning o'zida tashkilotni moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi, xodimlarni o'z ortimizdan yetaklovchi, ularni rag'batlantiruvchi va bilimlarni, salohiyatlarini yanada oshiruvchi bir katta kuchga aylandik desak, mubolag'a bo'lmaydi. Men menejerlik sertifikatini olganimdan keyin boshqaruvni yangi usullarini amalda qo'llashni sinab ko'rdim va bu o'zini natijasini berib kelmoqda. Eng katta e'tiborim ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu dargohda ozodalikka ham alohida e'tibor qaratiladi. Gigiyena qoidalari, bolalar salomatligi va ovqatlanish jarayoni doimiy nazoratda. Tibbiyot xodimasi tomonidan profilaktik ko'riklar o'tkazilib, tarbiyachilar va ota-onalarga kerakli tavsiyalar berib boriladi. Ayniqsa, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan olib borilayotgan individual mashg'ulotlar ham o'z samarasini bermoqda. Mutaxassislarning mehri va sabri esa ota-onalar ishonchini mustahkamlayotir. Quvnoq kulgular, bolalik shavqi va fidoyi ustozlar mehnati uyg'unlashgan ushbu maskanda eng katta boylik insonga bo'lgan mehr ekani yaqqol namoyon bo'ladi.